Ushbu obunachimizning savoliga javob berishga harakat qilamiz. Undan oldin albatta videoga like bosishni hamda sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Demak, obunachimizning savollari quyidagicha bo'lyapti. Ya'ni umumiy yer maydonlari 10 sotix maydondan ortiqcha ekan. Qonun asosida, ya'ni aslida deb yozilganlar, egalik huquq asosida menimcha tegishli bo'lgan yer uchastkalari 6 sotix bo'lyapti. Nega endi menga soliq ko'p chiqib kelmoqda? Shu kunga qadar soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelgandim-ku deb e'tiroz bildirmoqdalar. Hozirgi kunda demak egalik huquqini e'tirof etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Ya'ni bizda qonuniy yerimiz bor, lekin qonuniy yerimizdan ham ortiqcha zaxmat yerni egallab olgan bo'lsak, aynan sizni holatingizga kabi, ushbu ortiqcha egallangan yer maydonimizga soliq kodeksiga muvofiq 3 karra ko'p soliq to'lashimiz kerak bo'lgan. Agarda biz shu kunga qadar bo'lgan davrda ushbu 3 karra ko'p soliqni to'lamagan bo'lsak, egalik huquqi e'tirof etish masalasi ko'rib chiqilish jarayonida soliq organi ushbu to'lab kelinmagan soliqning, ya'ni 1 baravar siz to'lab kelgan bo'lsangiz, shu 2 baravar qolib ketganini 3 yilligini sizga hisoblab berib, ushbu to'lovni amalga oshirish majburiyatini yuklata oladi. Sizda ham xuddi shu sohaga doir bo'lgan savollar mavjud bo'lsa, albatta video izohlar yozib qoldiring hamda videoni yaqin tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.